Yo do'stlar, men Desi, men YouTube'da yangi boshladim obunachilar. O'ylaymanki meni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Xo'p, mening birinchi videom ustaxona, ya'ni hozir men bu yerga yaqinda ko'chib keldim. Nimagadir ko'zikam yurdi hali. Xullas, men mana shu mashinada ko'chib keldim. Men 07 da obunachilar cho'lka qilib tuning qilingan. Mana shunaqa qabilinlar deb yozilgan va orqa tarafi beton, ya'ni 100 tonirovka va mana old tarafi esa oddiy o'sha 80 tonirovkadan turibdi. Xo'p, unda bizlar endi ana bunga ketamiz. Ya'ni men o'zimning ishxonam bor, aytganimdek, ustaxona ishxona. Ishxonam men ya'ni ustachilik ishlayman. Xo'p, uni topishim kerak. Hali birinchi ish kunim, nima qilishni ham uncha bilavermayman. Xo'p, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Bunday videolar juda ham ko'p bo'ladi. Hali mana obunachilar, o'sha aytgan ustaxonam mening mana shu bo'ladi. Xo'p. Hozir mana bu mashinani orqaga parkovka qilib kelaylik. Sekin mana shunday va mana shu yerga qo'ysak bo'ladi. Va bo'ldi obunachilar. Yaxshi, endi esa ustaxonani sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana shu ustaxona mening. Mana avtoservis degan. Mana bu yerda homiylarimiz, o'zlarimizning mana har xil kerak uskunalar, asbob uskunalar hammasi bor. Mana bu yerni tushib ham ko'rishimiz mumkin mana. Hozir o'zimning mashinamni hapmaydi oldi. Mana bu ofis, shu ana bilan gaplashadigan. Xo'p, bu eshik ochilmaydi ekan. Naryoqdan kiriladi menimcha bunga. Xo'p, yo'q, buni qayerdan endi bu yerga ko'rsa bo'ladimi? O'zina bak qilib. Lekin kirsa bo'ladi ekan. Qani kirib ko'raylikchi. Menimcha bu yerga kirsa bo'ladi. Xo'p, yana bilmadim. Unda esa biz o'zimizning mashinamizni birinchi ko'rishim kerak, chunki ancha yo'ldan yana mashinaga tegib bordimmi? Ha, mayli. Unda o'zimizning mashinamizni oldin ko'raylikchi. Xo'p, ana obunachilar, ana уже boshlandi. Xo'p, endi mana shu orqasini to'g'rilash kerak endi. Bunaqa qilib va sekin bunaqa qilamiz va yo'q, orqasi Xo'p, mayli, sekin yo'q, ko'rib olish kerak. To'g'rilab olsam to'g'rilab olamiz. Sekin bo'ldi. Parkovka va bunaqa qilib mashinani o'chiramiz va ko'ramiz endi. Mana shunday qilib bunday va mashinaga hech nima qilmabdi. Yaxshi bo'lgan, yaxshi degan, unda esa chiqarib qo'yishimiz kerak. Mana bu yerga chiqarib ozgina birikta joylarni ishlashim kerak. Xo'p, bunaqa qilib va bunaqa qilib orqaga zadniy qilamiz va mana buni tushuncha kutib turamiz. Va tushgandan so'ng esa mana shunga mashinani ortamiz va o'sha aytganimdek mashinani birikta joylarini ishlaymiz. Mana tushib bo'ldi. Endi sekin mashina yo'lga tushadimi? Tushyapti menimcha. Xo'p. Nima bo'ldi?
iyi bo'ldi menimcha. Orqasi hali bor ekan. Bo'ldi. Ko'tarildi endi. Va mana chotki bo'ldi, chotki. Hop. Endi obunachilar sizlarga ozgina ishlab bo'lgandan so'ng sizlarga ko'rsatib yuboraman. Obunachilar mana o'rganimiz ham bitib qoldi. Endi esa tushirib ozgina aylanib ko'ramiz. Hali ishchilar ham olishimiz kerak. Hop, mayli. Oldin mana buni tushirib olaylik, keyin ishchilar qidiramiz. Va mana bo'ldi. Ozgina qoldi, lekin turtdi-ku, mayli. Hop, obunachilar bugunga yetadi. Videomiz yoqqanida kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Hammaga xayr tilayman. Dezay bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling.